Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kachollarimizni yig'ishni boshlab oldik. Bu kacholimiz 300 metr kvadrat joy tabiiy gazda isitib berish uchun mo'ljallab yasalyapti. Kacholimizga ishlatiladigan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshovniy turbalardan foydalangan holatda hozir teplomenniklarini yig'ib chiqamiz. Teplomenniklarni hozir tarsovkada kesib olganimizdan keyin bunga qo'yib chiqib bu kacholimizning ichki qismi va отдельный tashqi korpusi bo'ladi. Kachol tushunganlar bilishadi. Kachol ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni ichki korpus va tashqi korpusdan iborat bo'ladi. Tashqi korpusimiz mana shunaqa buklangan holatda bo'ladi va tarafida ham zaklubka berish uchun joy qoldirilgan. Bu kacholimizni yana ham issiqlikka va bosimga chidamli qilish uchun mana shunaqa usuldan foydalanamiz. Hozir kacholimizni ichki korpusini отдельно yig'ib olganimizdan keyin buni o'zini отдельно utechkaga va bosimga proverkaga qo'yiladi. Proverkadan o'tganidan keyin usti korpusini kiydirib yig'ishni boshlaymiz va xudo xolasa tayyor holatga keltirib o'z manziliga jo'natib yuboramiz. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qo'yasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Har xil turdagi, har xil yoqilg'ida ishlaydigan, har xil kvadraturaga kachollarni yasab berish imkoniyatiga egamiz. Mana misol uchun universal kachollarimiz ham bor. Bu kacholimiz nafaqat gazda, qolaversa o'tin, ko'mir, elektr toki va отработка горелкada ham ishlaydigan qilib yasalyapti. Biz Toshkentda faoliyat olib boramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.